Payg'ambarimizni o'limlaridan bir oy muqaddam dardlari vazmin bo'lib qolgan paytda Hazrati Oysha onamizning xonadonlarida to'plandik deyiladi. Shunda Janob Rasulullohdan so'radik: "Ya Allohning Rasuli, agar siz dunyodan ketadigan bo'lsangiz, qaysi birimiz yuvamiz? Janozangizni qaysi birimiz o'qiymiz? Bu sharafli vazifani qaysi birimizga topshirasiz?" deb savol qildik. Shunda Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam javob qildilarki: "Men dunyodan ketadigan bo'lsam, o'zimni ahlimdan bo'lgan odamlar meni yusinlar. Yaman bo'zlaridan kafan qilinglar. Qachon meni yuvib kafanga oladigan bo'lsanglar, o'zimni yolg'iz qoldirib chiqib ketinglar. Birinchi bo'lib menga Jibril alayhissalom, Isrofil alayhissalom, Azroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom farishtalar kelib janozamni ado etishadi. Ulardan keyin janozani o'qish navbati sizlarga yetadi. Keyin sizlar meni janozamni o'qiysizlar" deb Janob Rasululloh ta'kid qildilar. Payg'ambarimizni dardlari vazmin bo'lib turgan paytda boshqa bir rivoyatlarda keladiki, o'limlaridan 3 kun muqaddam huzurlariga Jibril alayhissalom kelgan ekanlar. "Ey birodarim Muhammad, sizni hurmatingiz uchun meni Alloh huzuringizga yubordi. Alloh bilib turibdi, ko'rib turibdi. Lekin shundoq bo'lsa ham Habibimni huzuriga borgin. Muhammadni holidan boxabar bo'lgin" dedi. "Xolis qandoq?" dedilar. Janob Rasululloh: "Ey birodarim Jibril, men o'zim bilan o'zim ovora bo'lib qoldim. Holim juda ham vazmin bo'lib qoldi. Dard meni juda ham ezib qo'ydi" dedilar. Ertasi kuni ham Jibril alayhissalom kelib boxabar bo'lganliklari, 3-kuni Rabbiyul avval oyini 12-kuni dushanba kuni ekan, Jibril alayhissalom yana keldilar. Kelganlarida o'zlari bilan birga hamroh qilib Hazrati Azroil alayhissalomni olib kelgan ekanlar. Payg'ambarimizning huzurlariga kirib: "Ey birodarim Muhammad, men sizni huzuringizga keldim. Bu gal o'zim kelganim yo'q. Yonimda Hazrati Azroil alayhissalomni olib keldim. Agar ijozat bersangiz, Hazrati Azroil alayhissalom joningizni bugun oladi. Bo'lmasam orqasiga qaytib ketadi." Shu paytgacha Hazrati Azroil alayhissalom hech kimni jonini so'rab turib olgan emas. Bundan keyin ham so'ramasdan jonini oladi. Faqat bu imkoniyatni hurmatingiz uchun Alloh sizga berdi deb bashorat bergan ekanlar. Payg'ambarimiz dardga chalinib qolib vazmin bo'lib yotganlarida qiynalib yotgan otalarini ko'rgan Fatima onamizni yig'laganlarini ko'rib: "Ey Fatima, bundan keyin otang qiynalmaydi. Bundan keyin otang bu jabr va jafoni chekmaydi" dedilar. Va Fatima onamizning quloqlariga bir narsani shivirlab qo'yganlarida Fatima onamizning yuzlarida tabassum paydo bo'lgan ekan. Ya'ni men dunyodan ketganimdan keyin meni ahlimdan birinchi bo'lib menga yetishadigan zot sen bo'lasan degan ekanlar. Haqiqatdan ham Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin oradan 6 oy vaqt o'tgandan keyin Hazrati Fatima onamiz ham dunyodan ko'z yumgan ekanlar. Hazrati Azroil alayhissalom payg'ambarimizning huzurlariga chiroyli bir suratda kirgan ekanlar. "Assalomu alaykum ya Muhammad, Allohning habibi. Meni sizni huzuringizga Rabbim yubordi. Habibimni huzuriga chiroyli bir suratda kirgin. Agar ijozat bersa jonini olgin, bo'lmasam orqangga qaytgin" degan Allohning buyrug'i bo'ldi. "Agar ijozat bersangiz, men bugun joningizni olaman. Bo'lmasam orqamga qaytaman" dedilar. Shunda Jibril alayhissalomga qaradilar. Jibril alayhissalom: "Alloh sizga mushtoq birodarim Muhammad" dedilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam: "Ey birodarim, ko'kargan daraxt borki,
qurimasdan ilojisi yo'q. Nur sochgan quyosh borki, botmasdan ilojisi yo'q. Kamolga yetgan narsa borki, orqaga qaytmasdan ilojisi yo'q. Dunyoga kelgan inson borki, dunyodan ketmasdan ilojisi yo'q. Agar safarim intihosiga yetgan bo'lsa, bu dunyodan ketadigan daqiqalar yaqinlashgan bo'lsa, vazifangizni ado qiling, jonimni oling dedilar. Hazrati Azroil alayhissalom payg'ambarimizni jonlarini olayotgan paytlarda, jon kindikka kelganda jon berish ham shunaqalik og'ir bo'ladimi degan ekanlar. Jibril alayhissalom yuzlarini o'girib turganlarini ko'rib, "Ey birodarim Jibril, nimaga yuzingizni o'girib turibsiz?" dedilar. Shunda Jibril alayhissalom, "Birodarim Muhammad, meni yer yuzidagi hojatim siz edingiz. Siz